لذت دنیا دو چیز بود، زن بود و دندان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. hurmatli azizlar, xohladim ki ahamiyat va arzishi tish borasiga bir ma'lumot bersam. Hazrat Payg'ambar Islom sallallohu alayhi va sallam kichik payg'ambar edilar va dar zaman hakim tabib ham bor edilar. Shu asosdan misvok borasiga va burs borasiga ham amaliy o'zlari ko'rsatdilar va ham qavli so'z bilan bizlarga amr qildilarki, as-siwaku matharatun lil fam va marzatun lirrabbi. Ey ummat, misvok, burs, tishni hifozat qilishlik matharatun lil fam, insonning og'zini hamisha pok qiladi va marzatun lirrabbi, robbil alaminni rozi qiladi. Va amali ham ko'rsatdilar. Sahoba ikromlardan rivoyat bo'ladilar. Aytdilarki, Hazrat Payg'ambar Islom sallallohu alayhi vasallam shuncha burs istifoda qiladilar, hatto bizlar qo'rqdikki pastdagi lablari yeyilib ketmasa. Ishora bunga qiladiki, tishda nihoyat arzishi bor, ahamiyati bor. Va oyat muborakaga tilovat qildim. Alloh taolo aytadi: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsaha." Ey bandalar, Alloh taolo bergan ne'matlarda agar sizlar hisoblayman desanglar va buni sanayman desanglar hisoblay olmaysiz.